islomni bilmaymiz u. Payg'ambaring kim desa, payg'ambarim Muhammad alayhisalom deyapmiz u, lekin payg'ambarni tanimaymiz u. Kitobing qaysi desa, kitobim Qur'on deyapmiz u, lekin kitobimizni Qur'oni Karimni o'qiy olmayapmiz u. Qiblang qaysi desa, Ka'batulloh deymiz u, bir kunda 5 mahal namozni shu yoqqa qarab o'qimaydiganlar qancha, qiblaga yuzlanmaganlar qancha, yo'lma-yo'l yurib mashinani duch kelgan joyda to'xtatib qiblaga qarab siyib ketayotganlar qancha oramizda. Yana biz aytamizki, biz musulmonmiz. Musulmonni alomati bor birodarlar. Musulmon bir-biri bilan Xudo ne'mat qilib bergan suvni talashib qirpichoq bo'lmaydi. Musulmon inson ham shaharini ham qishlog'ini mix bilan pichoqlab o'ldirmaydi musulmon.